Bugun somsa obedga vaqtida keldingiz. Mashinada qolib ketdim. Dilyorga narsa oldim. Dilyorga somsa pishdi. Keling. Как раз endi video yoqdim somsa deb obedga. Maktabdan olib kelishga boramiz. Aha. Va meni ham ishga chaqirib qolishdi. Somsada Somsa yeyasiz. Bolalarni olib ishga. Ishga. Hamma ish ishiga deng. Muzikani Ahror akamdan eshitamiz. Aha. Men har kuni Ahror akamni bitta eshitmasam bo'lmaydi. Jizzax ekanlar Ahror akam. Ha. Ahror Usmonov. Oli, yeb ko'ring-chi. Lekin somsalaring juda ham chiroyli chiqdi-ku. Gap yo'q. Kelinglar somsaga. Bismillahirrohmanirrohim. Chilonzor somsasiga kelinglar. Ishlari issiq. Ovozingiz zo'r ekan-e. Ashula aytvorsangiz bo'lar ekan. Ashularni bir kun eshitmasam bu Ahror Usmonov, nomer 1. Nomer 1. Somsaga. Somsaga deb qo'yinglar. Hozir Dilyor olib kelamiz. Dilyor olib kelamiz, Lolani olib kelamiz. Planniga boramiz. Bir kunda Mintishga 10 ta joyga borib 3 minutgina video qo'yamiz, ha? 24 soatdan 8 soat uxlashga ketsa, 16 soatdan 3 minutini qo'yamiz. To'g'ri. Boshqa payt tinim yo'q. Dilyorda, Lolada, sanda, menda. To'g'ri. O'g'lingizga nima oluvdingiz? Hayotda setka ko'rib turibdi. Zo'r narsa, xo'sh Qani, ko'rsatingchi, biz ham ko'raylik. O'g'illarim aytibdi. Dilyorga kelib qoldim. Aha. Maqtamoqchi deyishmaydimi? Yo'q, yo'q. Endi xursand bo'laman-da, o'g'limga, qizimga Messini shapkasini oldim. Messi yaxshi ko'radi. Messi yaxshi ko'radi. O'g'limga komandani singiniga. Keyin bir ikkita futbolka qo'ynaylar oldim. Ha. Ha, jerseyga o'xshagan, ha? Mana. Ha, u yaxshi ko'radi jerseylar, zo'r. Yarashadi-da o'g'limga. Ha? Amerikanskiy komandani kiygan-da bu. Ha, ha. Zo'r ekan. Suzishga kiyadi. Siz o'sha trenirovkasiga boshqasiga kiyadi mana. Zo'r. Ha, endi odam xursand bo'ladi-da. Ha, ha. Yo'lda yurganda bolalarni o'ylab, eslab